Okey, xudo. Okey. Qancha bo'ldi savolda mana sizga? 3 yil bo'lyapti-da, mana misol uchun-da, qarang. Oxirgi marta fevralda beraman deganingizga hozir 1 yil bo'ldi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Okey, 1 yil bo'ldi-da. 1 yillik ichida hali $50 ham bermagansiz. Yo, noto'g'rimi? Okey, menga qarang. To'g'risi-da. Oxiri bor, men sizga o'sha 1 yil oldin gaplashganimda, okey dedim, uje dedim. Mana shu boshdan o'tib ketdi dedim. Uje dedim, zaybal bo'lib ketdim men dedim. To'g'rimi, noto'g'rimi? Mana hozir Chilonzorda ketayotganimda siz bilan bir yarim soat 40 minut gaplashganman-da. Hozir ham mana Chilonzorda ketyapman. Okey, yana imенно o'sha yo'lda ketyapman. 1 yil oldin xuddi shu narsada, xuddi shu joyda gaplashib ketganman-da siz bilan. Hali bor, bir marta ответ ham bo'lmadi. Yo, noto'g'rimi? Okey, har xil variant qilib berdim sizga. Любой variantni qiling-da, yopib keting. Okey dedim. Bo'ldi dedingiz, menga gap yo'q dedingiz, mana shunaqa qilib bera olsan, variant u bu dedingiz-da, mana hali yopilmagan. Nima qilishim kerak sizga savol-da. Okey, odamda bor, vijdon bo'ladi, o'shanda aytdim. Okey dedim, bermasangiz dedim, yurmasin dedim. Men dedim, 100 barobar bo'lib chiqib ketsa, bu dunyoda kechmayman, u dunyoda ham kechmayman dedim. To'g'rimi? Ukam unaqa demagin dedingiz. Ha, yopib beraman dedingiz. Fevralda mana shu kuniga yopib beraman. Ish olganman dedingiz. Ha, bo'ldi, okey dedim-da. Mana eshitdinglar hamma narsani. Nima deb o'ylaysizlar, bunaqa odamlarga nima qilish kerak? Qaranglar, 3 yil bo'lyapti, pul bermayotganiga, telefon qilsa jahl qilyapti. Har doim vaziyatini tushuntiradi. Bizning vaziyatimizni kim tushunadi shunaqa holatda? Agar qanaqadir yo'li bo'lsa, hozir nima qilishim kerak? Kommentariyada yozib olinglar.